Shunday qilib muslimlar Ka'basin ham aylanar, yilda bir bor ko'z yumib archasin ham aylanar, dunyoni ham dinni ham teng ushlaymiz deyishdi, shayton bilan kelishib qizil shapka kiyishdi. Yangi yil kirib keldi, archaga ilib yulduz, ertagimiz boshlaymiz, dedi amaki Qunduz. Negadir mahzun bo'lib, biroz ko'zini yoshladi, ko'zdagi yoshini artib, so'ngra so'zin boshladi. Bir bor ekan, yo'q ekan, qalb ko'ru nafs och ekan, shayton degan yalmog'iz qorni juda och ekan. Ochlikdan qolmay darmon, to'qchilik bo'pti armon, chunki ahli mo'minlar dinga bo'lmish kuyarmon. Ming bir hiyla qilsa ham ishi ortga ketarmish, ahli tavhid muslimlar tinmay hajga ketarmish. Ular emish baxtiyor shariatning yo'lida, tillarida zikrulloh, ehson tushmas qo'lida. Yilda 2 marota xursandchilik qilishar, Ramazon, Eid, Qurbon bayramdir deb bilishar. Ular aylanisharkan faqat Ka'ba oldida, bu ko'rinish shaytonni qattiq o'yga soldida. Ming bir hiyla makrla o'ylab topdi archani, fitnayu ham fikrla aylantirdi barchani. Avvaliga archani g'ayri dinga tutqazdi, aldab suldab qorbobo chang'isiga o'tqazdi. Bir deguncha burkanda qorbobo libosiga, hamma hayron qolarmish qorqizning libosiga. Qopimda bor sovg'a deb fitnasini taratdi, sovg'asini olganni archa tomon qaratdi. Aldab bo'lib barchani oxir keldi bizlarga, dediki 2ta bayram kamlik qilar sizlarga. Qarang archa bayramin xursandchilik bo'ladi, 2tasi 3ta bo'lsa undan da zo'r bo'ladi. Archalarni aylanib siz ham o'ynab kulasiz, menga yoqar kuylardan biroz kuylab ketasiz, deyishdi biroz o'ylab. Rostdan ham bizlar uchun 2 hayit ozmikin? Yangi yilni ham qo'shsak 3ta bo'lsa sozmikin? 2 hayitni kutish ancha uzoq bo'larkan. Yangi yilni ham qo'shsak ko'nglimiz ham to'larkan. Shunday qilib muslimga kirib keldi yangi yil, archalarin bezatib olib keldi yangi yil. Iymonlarni muzlatib uchib keldi yangi yil, nafslarni quvnatib quchib keldi yangi yil. 2 hayit o'rnini bosib keldi yangi yil, taqvodorlik eshigin to'sib keldi yangi yil. Musulmonlar o'zligin bo'g'ib keldi yangi yil, qorbobo qorqizlarin tug'ib keldi yangi yil. Hayo iffat libosin yechib keldi yangi yil, aroq olib mast bo'lib ichib keldi yangi yil. Tahajjud oqshomida salyut otdi yangi yil, bolalar nigohida o'chmay qotdi yangi yil. Mazlumlarning og'ziga urib keldi yangi yil, ularning ohuzorin surib keldi yangi yil. Yosh avlodning ko'zini o'yib keldi yangi yil, aqllarin turfahil bo'yab keldi yangi yil. Archasini o'rtaga tiyab keldi yangi yil, bor umidin archaga suyab keldi yangi yil. Shu tariqa shaytonning qorni ham ancha to'ydi, unga qarshi chiqqanning barchasin ko'zin o'ydi. Shunday qilib muslimlar Ka'basin ham aylanar, yilda bir bor ko'z yumib archasin ham aylanar, dunyoni ham dinni ham teng ushlaymiz deyishdi, shayton bilan kelishib qizil shapka kiyishdi. Yakunida ulashib xursandchilik sovg'asin solib ketdi qopiga, iymonimiz barchasin. Shunday qilib adashdi ul shaytonning yo'liga, yilda bir bor aylanar shaytonning chap qo'liga. Muallif Abdulloh Tohir.